Ikkinchi trek. Beruniy Xorazmda ilm-fan bilan mashg'ul bo'lib, turli bilim sohalarini tadqiq etayotgan bir paytda Buxoroda 17 yashar bir tib olimining shuhrati yoyila boshlagan edi. Tezda bu yosh tabib va faylasufning dovrug'i Xorazmgacha yetib keldi. Bu tabibning nomi Abu Ali ibn Sino edi. U 980-yili Buxoroning Peshku navohiysidagi Afshona qishlog'ida tug'ildi. Abu Ali ibn Sino bolalikdanoq tabobat, meditsinaga muhabbat qo'yib, uni o'rgandi. 15-16 yoshli Abu Ali ibn Sino bilimdon va tajribali tabib bo'lib tanildi. Ayniqsa Buxoro hukmdori Nuh bilan Mansurning davolanmas deb hisoblangan xastaligini shifolagach, yosh tabibning e'tibori juda oshib ketdi. Bu xizmat evaziga beriladigan mukofot o'rniga Abu Ali ibn Sino Amir kutubxonasidagi kitoblarni o'qishga ruxsat so'radi. Shunday ruxsatni olgan yosh tabib kutubxonada jiddiy mutolaaga kirishdi va ko'p yangi bilimlarni kasb etdi. Beruniy ibn Sinoning ilmiy faoliyatini diqqat bilan kuzatib borar edi. Beruniy ibn Sinoning fan va tajribada o'ziga munosib suhbatdosh bo'lishiga ishonch hosil qildi. Shundan keyin u Buxoroga ibn Sinoga bir qancha ilmiy masalalar bo'yicha savollar yozib yubordi. Abu Ali ibn Sino bu savollarga javoblar yozib Beruniyga jo'natib turdi. Bu yozishmalar ikki buyuk fan arbobining ham ilmiy mubohasasi, ham musobaqasi edi. Ular 997-998-yillari amalga oshirilgan. Abu Rayhon Beruniy va Abu Ali ibn Sino o'rtasidagi maktublar arab tilidan o'zbek tiliga Abdufattoh Rasulov va Madaminjon Abdurahmonovlar tomonidan tarjima qilingan. Bu tarjima 1950-1973 yillarda Toshkentda O'zbekiston Fanlar akademiyasi nashriyotida nashr etilgan. Bu yozishmaning arab tilidan rus tiliga tarjimasini Zavadovskiy amalga oshirgan. U ham 1950-1973 yillari Toshkentda o'sha nashriyot tomonidan bosib chiqarilgan. Beruniy ibn Sinoga 18 ta savol yozib yuborgan. Ularning hammasi Aristotelning osmon haqida 10 savol va fizika 8 savol kitoblari yuzasidandir. Ibn Sinoning Beruniyga qaytargan javoblarini faqih, qonunshunos Masudi ko'chirib yozar va o'zining Beruniyga yozgan xatlarga qo'shib Xorazmga jo'natar edi. Beruniy va Ibn Sino yozishmalari o'rta asr sharqining bu ikki buyuk olim va mutafakkirlari o'rtasida ilmiy hamkorlikdan yorqin bir namunadir. Gurgon shahri. Kaspiy dengizining janubiy sohillariga yastangan so'lim bir o'lka bor. O'rta asrlarda uni Gurgoniya yoki Jurjoniya deb ataganlar. Bu mamlakatning poytaxti Gurgon shahri shu nom bilan atalgan daryo qirg'og'ida joylashgan. Gurgon shahri o'sha zamonda Eron zaminida tanilgan adabiy va ilmiy markazlardan biri edi. Gurgon podshohi Qobus ham tabiiy nazmga ega bir shaxs bo'lib, shoir va olimlar bilan tez-tez suhbat qurib turar edi. Gurgon podshohining qasri. Istirohat xonalaridan birida Qobus baxmal ko'rpachaga yonboshlab she'r tinglamoqda. She'rni g'oyat ehtirom va tavozi mavqeida turib shoir Abu Hayyon o'qimoqda. Shoirning yoqimli ovozi she'r nag'masiga singib ketgan. Har bir misrada Qobusning baland martabasi, urushlarda qozongan va qozonajak g'alabalari, buning sababi shohning boshiga porloq toli yulduzi nur sochib turgani. Iqbol qushi podshohning soyasi yangliq unga hamroh ekanligini kuylanadi. Podshohning davlat va shukuhi yana ortsin. Butun Eron zamin, balki borliq dunyo uning hukmiga bo'ysunsin. Podshoh Qobusning umri uzun, davlati tobat barqaror bo'lsin. Podshoh Qobus she'rga jim quloq soladi. Uning chehrasida na hayajon, na befarqlik ko'rinmaydi. Shoir she'rni o'qib tugatgach, yana bir bor quyuq ta'zim qildi va sal chekinib,
poygakda tiz cho'kdi. Podshoh yonidagi nadimlardan biriga ishorat qildi. Nadim darhol yugurib chiqib, xayol o'tmay bir quticha keltirdi. Podshohning yana bir ishorasi bilan qutichani ochib, undagi zarxal naqshlar bilan bezalgan qalamdonni shoirga uzatdi. Qopqog'i qiya ochiq qalamdon ichida bir necha qamish qalam va siyohton bor edi. Shoirning madhiyasi uchun podshoh inomi shunday iborat. Shoir sovg'ani ta'zim bilan qabul qilib, podshoh huzuridan tashqariga chiqdi. Shoirning bunday qalam haqida norozi ekani uning yuz ifodasi va harakatlaridan sezilib turar edi. Ammo shoir agar bu noshukurchiligi biror yo'sinda bilinib qolgudek bo'lsa, o'z boshining qamish qalamning boshi singari kesilajagini ham yaxshi bilar edi. Podshoh dargohidagilar shoirni sovg'a bilan tabrikladilar. Shoir eshitilar-eshitilmas minnatdorchilik so'zlarini g'udullab saroydan tezda chiqib g'oyib bo'ldi. Shoirga ko'rsatilgan iltifotning kamtarligi ko'pchilikka ayon. Saroy darvozasi oldida salqinda o'ltirgan ikki amaldor suhbatiga ham shu mavzu qo'shildi. Bechora shoir ne umidlar bilan madh bitib keltirgan ekan. Nega u oliy mukofotdan mundoq benasib qolmishdir, dedi ulardan biri. Podshoh hazratlarining fe'lini ko'plar bilmaslar, dedi boshqasi. Shamsul Moli Qobus hazratlari u zotning betlariga qarab maqtov she'rlari o'qishni yoqtirmaydilar. Bunday madhgo'ylikni Hazrat Shoh yolg'onchilik deb biladilar va maqtov so'zlarga beparvo qarab o'zlarini behuda g'ururdan xoli tutadilar. Abu Hayyon bir tog'li shoirning bema'ni qasidasi uchun garchi u she'r madhiyadan ko'ra hajviyaga ko'proq o'xshash bo'lsa-da, podshoh hazratlaridan behad katta sovg'alar olganini aytmishdir. Bu tuhfalar u tog'likning o'zigina emas, balki avlodining tirikchiligiga ham yetarli bo'lar emish. Hamsuhbati ichida podshohlarning fe'lini tushunib bo'larmidi deb o'ylagan bo'lsa-da, suhbatdoshining gapiga javob bermay sukut saqladi. Chunki bu zamonda biror so'z, xususan podshoh to'g'risidagi nomaqbul so'z bosh kesilishiga sabab bo'lajagini u yaxshi bilar edi. Qobus qanchalik shoirona tab va nazokatli idrok egasi bo'lmasin, juda beshafqat podshoh edi. Uning biror jazo sifatida chiqaradigan hukmi faqat bir xil: o'lim. Podshohning farmoniga ko'ra juda ko'p kishilarning boshi kesilgan. Shuning uchun odamlar, ayniqsa podshoh doirasiga aloqador kishilar Qobusning siyosatidan dag' titrar edilar. Har kimning joni o'ziga aziz. Birorta shoirga munosib mukofot bo'ldimi, bo'lmadimi deb kishi o'zining eng oliy mukofoti hayotidan ajrab qolishga rozi bo'larmidi? Ikkinchi hamsuhbatning fikrida shu mulohazalar hukmron edi. U sukut qilgan paytda: mana bir necha oydirki Abu Rayhon Beruniy shu podshoh Qobus dargohida. Qobus hozircha Beruniyga mehribon, uni o'z saroyida va doirasida ko'rishdan mamnun. Beruniy Gurgonga 1-1000 yillikning oxirida keldi. Olim 2-1000 yillikni Gurgonda qarshi oldi. Demak, 997-yili Reydan Xorazmga qaytgan Beruniy ko'p o'tmay yana o'z vatanidan chiqib ketishga majbur bo'lgan edi. 1000-yili Bulgakovning fikricha 1001-yil. Beruniy al-Osarul Boqiya min al-Qurunul Holiya o'tmish asarlardan qolgan yodgorliklar asarini yozib tugallab, uni Gurgon hukmdori Qobus ibn Vushmag'irga taqdim etdi. Bu 27-28 yoshlardagi yutuq fikrli olim Beruniyning katta, mustaqil va g'oyat muhim asari edi. Bu asarning nomini qisqartirib o'tmish yodgorliklari yoki xronologiya deb yuritiladi. O'tmish yodgorliklari. Beruniy o'tmish yodgorliklarini yozib bitirganda
insoniyat jamiyati hozirgi kalendar bo'yicha 1000 yillik hayotni boshdan kechirgan edi. Vaholanki, boshqa kalendarlar ham bo'lgan. Ular ham inson hayoti, insoniyat umrini belgilab berganlar. Umuman, o'tmish g'oyat ulug' va ibratli. O'tmishni o'rganmay, uning tajribasini o'zlashtirmay turib, bugungi turmush, ayniqsa kelajakni qurib bo'lmaydi. Beruniy o'zining o'tmish yodgorliklari kitobida qadimiy sharq xalqlari, arablar, suriyaliklar, yahudiylar, eroniylar, sug'dlar, xorazmliklar va shu zamonda yashagan boshqa xalqlarning turmush qoidalari, urf-odatlari, yil sanoqlari, bayram va marosimlar, xullas nimaiki xalq hayotiga oid bo'lsa, shuning hammasini ilmiy asosda tadqiq etdi. Olim bu xalqlar turmushiga oid ma'lumotlarni haqiqat va sog'lom fikr nuqtai nazaridan tahlil qildi, haqiqatga zid ko'rinishlarni qat'iylik bilan rad qildi. Umuman, Beruniy faqat ilmiy haqiqatnigina tan olar edi. Boshqa yondashuv nuqtasi unda bo'lmagan. Beruniy soxtalik, sehr va uydirmani keskin, murosasiz ravishda yer bilan yakson qilar edi. O'tmish yodgorliklari kitobini O'rta Osiyo, Eron, Yaqin Sharq mamlakatlaridagi xalqlar etnografiyasi, tarixi, ijtimoiy tafakkuri bo'yicha mukammal qomus deb atasak xato qilmaymiz. Bu asarning o'zbek tiliga qilingan tarjimasini 1968-yili Toshkentda Fan nashriyoti bosib chiqargan. 486 sahifa tarjimon Rasulov. Abdufattoh Rasulov 1893-1977. Taniqli arabshunos olim. Toshkentda tug'ilgan. 1905-1917 yillari Toshkent madrasalaridan birida arab, fors filologiya va boshqa bilimlardan tahsil olgan. 1944-yildan to umrining oxirigacha O'zbekiston Fanlar akademiyasining Beruniy nomli sharqshunoslik institutida ilmiy xodim bo'lib ishladi. Rasulov mashhur sharq olimlari Farabiy, Ibn Sino, Beruniy, Tabari asarlarini arab va fors tillaridan o'zbek tiliga tarjima qilgan. Rasulov filologiya fanlari kandidati, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi. 1969-yil Beruniy nomidagi O'zbekiston SSR davlat mukofotining laureati 1971-yilda edi. O'tmish yodgorliklarining rus tiliga qilingan tarjimasi Saliye tomonidan amalga oshirilgan. Bu tarjima Toshkentda Uzfa nashriyoti tomonidan 1957-yilda nashr etilgan. 487-sahifa. Beruniyning O'tmish yodgorliklari kitobining teksti va arab tilidan ingliz tiliga qilingan tarjimasi Zaxov qalamiga mansub. Bu tarjima 1879-yili London shahrida bosilgan. Teksti 1878-yili Leipzigda nashr etilgan edi. O'tmish yodgorliklari kitobi to'g'risida Tolstoy, Shigulov, Zohidov, Saliye, Karimov, Bulgakov, Irisov, Abdullayev kabi olimlar o'zlarining Beruniy ijodiga bag'ishlangan asarlarida qimmatli fikr va mulohazalar bildirganlar. Beruniy o'tmish yodgorliklarida dastavval kecha va kunduz to'g'risida kitobxonda aniq tasavvur tug'diradi. Quyoshning burjlar falakida bir marotaba aylanib chiqishidan quyosh yili kalendari tuzilgan. Ana shu aylanish muddatida oy ham 12,5 marta o'sha doirani aylanib chiqadi. 12 marta osmonda hilol, yangi oy paydo bo'ladi. Shundan qamariy oy kalendari vujudga kelgan. Quyosh yili 365 kun bo'ladi. Ortib qolgan chorak kunlar 4 yilda bir kun hosil qilgach, o'sha qo'shimcha kun 4-yilning kalendariga qo'shiladi. Bu yil kabesali, qo'shimchali yil deb ataladi. O'tmish yodgorliklarida Eroniylar, Sug'diylar, Xorazmiylarning kalendarlari to'g'risida berilgan xabarlar juda qiziqarlidir. Ularning har birida oylar soni 12 ta. Har bir oy o'zining alohida nomiga ega. Eron kalendariga oid oylarning nomlari: Farvardin moh, Urdu Bixisht moh,
Xurdodmoh, Tirmoh, Murdodmoh, Shahrivarmoh, Mehrmoh, Obonmoh, Ozarmoh, Daymoh, Bahamanmoh, Isfandar mazmoh. Har bir oy 30 kundan tashkil topadi. Har bir kunning ham o'z nomi bor. Bir yil 365 kun va chorak kundan iborat. Shuning uchun bu xalqlar biror oyga 5 kun qo'shadilar. Bu 5 kunning ham o'z nomi bor. G'arb mamlakatlarining xalqlari har bir oyni 30 kundan iborat hisoblaganlar. Qibla dalillari kitobining muallifi Abul Abbos Omuliyning yozganlariga asoslanib, Beruniy bu 12 oy nomlarini keltirgan. Ular bundaydir: Moya, Yuniya, Yuliya, Og'ust, Satambar, Oktobar, November, Dahmbar, Yaniyir, Fabrayir, Marsa, Abrar. Rumliklar ham yilni 12 oy deb hisoblaganlar. Bu oylarning nomi va miqdori quyidagicha: Yanvarius 31, Febrarius 28, Martius 31, Aflerius 30, Maius 31, Junius 30, Julius 31, Augustus 31, Septembrius 30, Tambrius 30, Novembrius 30, Demrius 31. Ko'rinib turibdiki, bu oylardan ba'zilari 31 kun, ba'zilari esa 30 kundir. Bir yil 365 kun, har 4 yilda yig'ilgan bir kun Febrarius oyiga qo'shiladi va unda Febrarius oyi 29 kun bo'ladi. Yahudiylarda ham oylar soni 12 ta. Ular bunday deb atalgan: Tishri 30, Marxishvon 29, Kislev 30, Tebet 29, Shifat 30, Ozar 29, Nisan 30, Iyar 29, Sevan 30, Tammuz 29, Ab 30, Elul 29. Ularning yili 354 kun bo'lib, bular oy yili kunlaridir. Ortiqcha kunlarni yig'ib bir oy bo'lganda yil oylariga qo'shadilar. O'sha qo'shimchali kabisali yilni Ibbur, homilador ayol deb ataydilar. Arablarda ham oylar 12 ta. Ularning otlari quyidagicha: Muharram, Safar, Rabiyal avval, Rabiyal oxir, Jumadul a'lo, Jumadul oxira, Rajab, Shabon, Ramazon, Shavvol, Zulqa'da, Zulhijja. Arablar har kunga ot qo'ymaydilar. Ammo ular har 3 kechaga bir ot beradilar. Masalan, oy avvalgidagi 3 kechani G'urar, qashqa deb ataydilar. Bu kechada oy otning peshonasidagi qashqa kabi bo'lib ko'rinadi. Keyingi 3 kecha Nufal yoki Shuf, oq-qora deb atalgan va hokazolar. Arablar haftalarni qo'llaganlar. Hafta kunlariga ot qo'yganlar. Oyning boshi hilol ko'ringan kundan boshlanadi. Turklar o'z kalendarlariga hayvonlar otlarini ishlatganlar. Ular quyidagilardir: Sichqon, ut, bars, tovushqon, luy, yilon, yunt, qo'y, pichin, tovuq, it, to'ng'iz. Beruniy o'zi bilgan kalendarlarning hammasini bir jadvalga solgan, ularni nisbatlab farqlarni ko'rsatgan. O'tmish yodgorliklarda tarixlar mohiyati va turli xalqlarda mavjud bo'lgan tarix tushunchasi to'g'risida muhim ma'lumotlar bor. Biror o'tib ketgan yilning avvalidan hisobga olinadigan ma'lum bir muddatga tarix deyiladi. Bu fursat biror katta voqea, biror ulug' shaxsning chiqishi, xarob qiluvchi to'fon, zilzila, vabo yoki qahatchilik tufayli yuz bergan falokat va hokazolar. Eroniylarda mohu ro'z, oy va kun hisobi bo'lgan. Shu ifodani mohu ro'z arabchalashtirib muarrix deganlar. Uning masdari qilib tarix chiqarilgan. Har bir xalqda tarix to'g'risidagi tushunchalar xilma-xildir. Ularni qiyoslab tadqiq etilsa, haqiqat va uydirmalarni farq etish mumkin.
Beruniy o'z asarida bayon qilgan ana shu ixtilofli ma'lumotlarni keltirar ekan, har birining qanday dalillarga asoslanganini ko'rsatadi, bu dalillarni tahlil etadi, ulardagi noaniqliklarni ochadi. O'tmish yodgorliklari kitobida bir necha maxsus jadvallar bor. Beruniy bu jadvallarda turli xalqlarning e'tiqodiga ko'ra odam yashay boshlagan davr tarixi, ayrim hukmdorlarning hukmronlik yillari to'g'risidagi ma'lumotlarni keltiradi. Hukmdorlarning laqablarini aytadi. Ularning qilgan ishlari to'g'risida qisqacha xabar beradi. Eronliklar e'tiqodiga ko'ra birinchi inson Kayumars edi. Uning bir laqabi Girshoh, tog' podshohi, boshqa laqabi Gilshoh, balchiq shohidir. Ba'zilar Kayumarsning ma'nosi tirik, so'zlovchi, o'luvchi deydilar. 127-bet. Eronliklar tarixni Kayumarsdan Iskandarning Doro ustidan g'alaba qozonganigacha, o'sha davrdan Sasoniylar sulolasining birinchi shohi Ardashir Babak 226-241 yillardagi davrigacha, so'ngra u davrdan to islomgacha jami 3 davrga bo'ladilar. Beruniy Hamza Isfahoniyning xalqlarning o'tib va yo'q bo'lib ketgan ulug'larning tarixiy kitoblari degan asarida Eron shohlari xronologiyasini olgan. Hamza bu xronologiyani eronliklarning qadimiy muqaddas kitobi Avestodan olganini aytgan edi. O'sha ro'yxatda Kayumarsdan tortib to Doro ibn Dorogacha bo'lgan barcha Eron hukmdorlari ko'rsatilgan. Beruniy maxsus jadvalda turli mamlakat hukmdorlarining qanday atalganlarini xabar qiladi. Eron podshohlari Shahanshoh va Kisro deb, Rum podshohlari Basili ya'ni Qaysar, Iskandariya podshohlari Batlemus deb atalganlar. Hozir va O'g'iz turklari o'z podshohlarini Xonuta deganlar. Ulug' xorazmlik olim o'z yurtining tarixiga oid ma'lumotlarga ham ahamiyat berishi tabiiy edi. O'tmish yodgorliklaridan Xorazm tarixi to'g'risida quyidagi ma'lumotni o'qiymiz. Ular xorazmliklar Xorazmga odam joylasha boshlaganidan tarix olar edilar. Iskandardan 980 yil ilgari edi. 71-bet. Beruniy Xorazm xalqining qadimiy madaniyati islom istilojchilari tomonidan yo'q qilingani to'g'risida ma'lumot beradi. Xorazm islom lashkari tomonidan 2 martaba bosib olindi. Ikkinchi bor Xorazmni egallagan lashkarboshi Qutayba ibn Muslim tarixni musulmonlar rasmiga muvofiq hijriy hisobiga o'tkazdi. Qutaybaning Xorazm madaniyati yodgorliklari va arboblarini qanday yovuzlik bilan yo'q qilganligi to'g'risida Beruniy bunday deb yozadi. Qutayba Xorazm xatini yaxshi biladigan, ularning xabar va rivoyatlarini o'rgangan va bilimini boshqalarga o'rgatadigan kishilarni halok etib, butkul yo'q qilib yuborgan edi. Shuning uchun u xabar va rivoyatlar islom davridan keyin haqiqatni bilib bo'lmaydigan darajada yashirin qoldi. 72-84-betlar. Beruniyning Xorazm haqidagi fikrlari bilan mufassal tanishmoq uchun qarang. Norqulov, Beruniy va Xorazm, Fan 1973-yil. Beruniy ayrim tarixiy voqealar to'g'risida so'zlar ekan, ibrotomuz xulosalar qiladi. Masalan, arablarning eronliklardan oldin islomni qabul qilganliklari bilan faxrlanishlari to'g'risida gapirganda, Beruniy chinakam faxr va iftixor nimadan bo'lishi kerakligi to'g'risida bunday deb yozadi. Faxrlanish haqiqatda yaxshi xulqlar va oliy fe'llarda oldin ketish, ilm va hikmatni egallash va imkoniyat boricha mavjud nopokliklardan tozalanish. 151-betda ko'rinish kerak. Demak, istilo va ta'assub, zo'ravonlik va buzg'unchilik bilan emas, balki ezgulik, ilm-fan, insoniy kamolot uchun xizmat qilish bilan iftixor qilish lozim.